بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد اللهم ربي يسر ولا تؤسر وتمم بالخير سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Assalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu. Hurmatli ustozlar va qarindoshlar, bugungi tafsir darsimiz Ali Imron surasi 149-oyatdan 154-oyatgacha. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. Yuqorida tilovat qilingan oyatlarning qisqacha tarjimasi: Ey Allohga iymon etgan, Allohning payg'ambariga ergashgan mu'minlar, agar sizlar Yahudi nasaralardan va mushriklardan bo'lgan kafirlarningki sizlarni buyurgan ozg'unlikdan iborat, sizlar iymon etgandan keyin sizlarni o'zga o'xshash kufr bo'lishga da'vat qilgan da'vat chaqiriqlarga itoat qilib qolsanglar, sizlar dunyo va oxiratda ziyon tortib qolasizlar. Dininglardan ayrilsizlar, izzat, shon, sharaflardan ayrilsizlar, dunyoda xor bo'lasizlar, oxiratda Allohningki azobiga uchraysizlar. Shu kafirlar farzand sizlar shularga itoat qilgan vaqtimiz hargiz sizlarga yordam bermaydi. Balki dushmanlarning ustidan sizlarga qalbi nusrat ato qiluvchi, yordam beruvchi u yolg'iz bir Allohdir. Allohga itoat qilinglar. Alloh subhanahu va taolo eng yaxshi yordam beruvchi. Agar sizlar Allohga itoat qilib, Allohdan yordam tilsanglar, boshqa kishilarningki yordamiga ehtiyojli bo'lmaysizlar. Biz Allohga kafir bo'lgan badbaxtlarning dillariga qattiq qo'rqinch tashlaymiz. Hatto ular sizlar bilan urush qilishga qodir bo'lmaydi. Nima uchun desa, ularningki Allohga o'zi cho'qinayotgan boshqa batil but haykal, tag'utlarni iloh qilib shirik keltirganligi va o'zining ko'nglida nimani xohlasa shuni Allohga shirik keltirganligi sababidan ular sizlarga qarshi urush qilishga qodir bo'lmaydi. Ularga shuni Allohga biror narsani qitib ibodat qilish to'g'risida biror dalil, isbot, hujjatmi nozil qilinmagan. Ularning oxiratda qaror oladigan, o'rinlashadigan, qaytadigan joyi do'zax bo'ladi. Zolimlarning qarorgohi, oromgohi bo'lgan do'zax nima degan yomon joy? وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. Haqiqatan Allah subhanahu wa ta'ala sizlarga dushmanlaringlar ustidan g'alaba nusrat ato qilishdan iborat bo'lgan bergan va'dasini Uhud kunida o'rindadi, ro'yobga chiqadi. Sizlar urushning avvalida Allohning izni bilan nayt qattiq urush qilgantinglar. Sizlar hamda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam sizlarni buyurgan o'rinda mustahkam turishdan ojizlashib qo'rqib qolgan vaqtinglarda va o'zaro mushu o'rinda mustahkam turimizmi yoki bu o'rinni tashlab pastga tushib o'lji g'animat yig'imizmi deb ixtilof qilishib qolgan vaqtgacha ya'ni g'alba nusrat sizlar tarafda etdi. Sizlar Allohning payg'ambarining buyrug'iga osiylik qildinglar. Chunki payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam sizlarni mushu to'pilikning ustida har qanday holatda mustahkam turishga, bu o'rinni tark qilmaslikka buyurgan. Ammo sizlar Allohning rasulining buyrug'iga itoat qildinglar. Bu ish qachon bo'ldi desa, urushning dastlabida mu'minlar mushriklarning ustidan g'alaba qildi. Ular urush maydonidan chekindi, qo'llaridagi nas-keraklarni tashlab mangdi. Sizlar bu narsalarni ko'rgandan keyin sizlardan ba'zi kishilar dunyolik g'animatni maqsad qildi. Ular payg'ambar alayhisalom o'rinlashtirib qo'ygan o'rinni tashlab g'animat yiqqili yugurdi. Sizlarning aranglardan ba'zi bir bo'lik kishilar oxiratda Alloh tarafdan keladigan jannat savobni maqsad qilganlikdan bular o'zining o'rnida mustahkam turdi.
Payg'ambar alayhissalomning buyrug'iga itoat qilib, o'rnidan tavranmadi. Ondan keyin Alloh subhanahu va taolo g'alba nusratni sizlarga o'rvatdi. Kafirlarni sizlarga musallat qilib qo'ydi. Ya'ni ular qaytadan keyni giyinib, hujum qo'zg'ab, sizlarning ustunlardan g'olib keldi. Bu nima uchun desa, Allohning sizlarni sinash uchun, imtihon qilish uchun. Kim dunyoga birilib ketadi, kim tavranmay mustahkam turadi. Va shundaqla bala musibat yetgan vaqtida mustahkam turadigan sabrchan mu'minlarni oshkor qilish va shundaqla musibat yetgan vaqtida to'g'ri yo'ldan teyilib ketadigan va o'zligidan ojizlab ketadigan bunday kishilarni oshkor qilish uchun Alloh shunday qildi. Alloh subhanahu va taolo sizlarning payg'ambar alayhissalomning buyrug'iga muxolifatchilik qilgan, osiylik qilgan bu xatolig'inglarni Alloh afu qilyapti. Allah mu'minlarga katta fazli egasidir. Ularni iymonga hidoyat qildi, ularning xatoliklarini afu qilyapti, ularga yetgan musibatga asosan ularga ajr savob ato qildi. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأصابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. Ey mu'minlar, sizlar Uhud kunisi urush maydonidan qochib, yiroqlab ketgan vaqtinglardagi shu bir holatni eslanglar. Allohning payg'ambarining buyrug'iga xiloflik qilganlik sababidan sizlarga mag'lubiyat yetdi. Sizlardan hech odam bir-biringlarga qaramasdan shunday qochib ketdinglar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam sizlar bilan mushriklarning orasida turib chaqirdi. Ey Allohning bandalari, mening qishimga kelinglar deb chaqiryotdi. Ammo sizlar parvo qilmay qochib ketyapsizlar. Mushuning asosan Alloh subhanahu va taolo sizlarni jazoladi. Sizlarga g'alba nusrat g'animatdan keyin qattiq dard, alam, qiyinchilik, jarohatlar yetdi. Yani bu qachon bo'ldi desa, mu'minlarning orasida, sizlarning oranglarda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam o'ltirilibdi degan xabar tarqalgandan keyin shunday bo'ldi. Alloh subhanahu va taolo bu musibatni sizlarga nima uchun tushirdi desa, sizlarningki qalbi nusrat, g'animatdan bir narsani yo'qitib qo'ysanglar, qayg'urmasliklaringiz uchun va shundaqla o'lib ketib qolsanglar yoki jarohatlansanglar, buningga qayg'urmasliklaringiz uchun Alloh sizlarni bu maydonda sinadi. Sizlar hamda payg'ambar alayhissalomninki o'ltirilmaganligini bilgan vaqtinglarda bu yerda barliq g'am, qayg'u, musibatlar sizlarga hech bir e'tiborga ilinmadi. Ya'ni payg'ambar alayhissalom hayotga degan anlagandan keyin sizlarga yetgan barliq musibatlar arzimas bir narsaning o'rnida bo'lib ketdi. Allah sizlarningki qilmishinglardan xabardordir. Alloh subhanahu va taolo sizlarning dilinglardagi va amaliyatinglardagi qilayotgan hech bir ishlaringlar maxfiy emas. Yuqoridagi oyatlardan ilingan foydalar birinchisi kafirlarga itoat qilib qilishdan va ularning havo havasiga ergishib ketishdan ogoh bo'lish kerak. Chunki buning oqibati dunyo va oxiratda insonga ziyon olib keladi. İkincisi Allah subhanahu ve taala özünün düşmanlarının kalbine korkuncu taşlaşma bu özününki müminlerge yakın bendelerge Allah'ın ata kılgan yardımınınki bir şekli hesaplanır. Mağlubiyetin en kötü sebeplerden biri uruş mərikisi de dünyaya birilip ketiş, ganimetini arzu qilib qilish, baş qo'mondonninki buyrug'iga xiloflik qilish, mush ishlarning hammasi urush maydonida mag'lubiyatga uchrashninki katta sabablaridan hisoblanadi. Sahobalarning fazilatining qatoridan Alloh subhanahu va taolo ularning xatoliklarini zikr qilgandan keyin ham ularni afv qilayotganligi, ularning rozi bo'lganligini agashtirib keltirdi. Mana bu payg'ambar alayhissalomninki sahobalarininki boshqa kishilardan nihoyatda ortiqcha fazilatga ega shundaq bir esil kishilar ekanligini bu oyatlar ochiq ifodalaydi. Alloh subhanahu va taolo hammamizni haq yo'lda mustahkam turishga, Alloh yo'lida jinimiz, melimizni sarf qilib, haq uchun, dinimizni ustun qilish uchun va zulm chekayotgan mu'min qarindoshlarimizni qutqizish uchun Allohning yo'lida jihad qilishga Alloh hammalarni muyassar qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.